Assalomu alaykum azizlar, xush kelibsiz. Siz VIP kayfiyatdagi avtomobil sharhlari manzili Auto Reveal Zone kanalidasiz. Bu yerda biz oddiy gaplar qilmaymiz, balki sizni zavqli va samimiy sayohatga olib chiqamiz. Bugun esa bizning sahnadagi yulduzimiz yangi 2026 Chevrolet Damas. O'sha mashhur kichkina, ammo ishchan va ishonchli avtomobil bo'lib, uni ko'rib odamning birinchi fikri shu bo'ladi. Ha, bu mashina kichkina bo'lsa ham ishlarni katta qiladi. Yangi Damasning dizayni yanada chiroyliroq, old faralari biroz o'tkirroq, yon chiziqlari esa go'yo dizaynerlar kam pul bilan ham san'at qilish mumkin deb isbot qilgandek ishlangan. Qisqasi ko'rgan odam kulimsirab qo'yadi. Ichkarida esa oddiy, lekin qulay salon sizni kutib oladi. O'rindiqlar ortiqcha hashamatsiz, ammo juda amaliy, tugmalar esa qo'lingizning eng yaqin joyida. Hatto radio yoqish uchun ham katta mashq qilishingiz shart emas. Hammasi juda sodda va qulay. Funksiyalari ham o'ziga yarasha. Konditsioner bor, musiqa tizimi oddiy, lekin ishlaydi. Joy masalasi ham yoqimli. Xohlaysizmi oilangizni olib sayrga chiqing, xohlaysizmi piyoz bilan kartoshka qoplarni joylang. Damas barchasini ko'tara oladi. Ya'ni bir oyog'i bozorda, bir oyog'i sayrda degan gap aynan shu mashinaga mos tushadi. Endi dvigatel haqida rostini aytadigan bo'lsak, u butun 8 litrli va qariyb 40 ot kuchi beradi. Bu albatta Formula 1 uchun emas, lekin shahar ko'chalarida yonilg'i sarfini tejamkorlik bilan yutib chiqadi. Go'yo benzin emas, balki havodan nafas olayotgandek 1 litr bilan yarim kun aylanib yurishingiz mumkin. Tezlik chegarasi esa taxminan 100 km/soat, ya'ni Damas tezlik rekordi o'rnatishga urinmaydi, balki sizga samimiy ravishda, "Xo'jayin, menimcha endi tinchgina yuramiz" deb maslahat beradi. Kulgili, lekin yoqimli holat. Eng katta afzalligi esa albatta uning arzon narxi. Yangi mashina bo'lsa-da bozorda eng qulay narx bilan sotilmoqda. Bundan tashqari ehtiyot qismlar hamyonbop va servis oson. Shuning uchun uni kam yeydigan, ko'p ishlaydigan sodiq do'stdir deyish mumkin. Xullas, 2026 Chevrolet Damas kam narxda ko'p foyda beradigan avtomobil bo'lib, agar siz ham uni yoqtirgan bo'lsangiz, videoga like bosing, fikrlaringizni kommentda yozib qoldiring va albatta Auto Reveal Zone kanaliga obuna bo'ling. Chunki oldinda sizni yana ko'plab qiziqarli va VIP sharhlar kutmoqda. Biz bilan qoling, do'stlar.